yaxshi erkakni mahkam ushlash kerak, ko'chaga oshig'i yo'q. Oilam, balam, chaqam degan erkakni bir degan dildib ketadilar. Ana shu. Xo'sh, shunaqa qilib nima ekan? Yaxshi ham o'sha paytda sizni uchratib, o'sha gaplarni menga aytgan ekansiz. Chunki erkak kishi yoningizda bormi, eringiz bormi, uyingizga ikkita non ko'tarib kelyaptimi, mahkam o'sha erkakni degansiz. Shu erkakdan sizga boshqa bolalaringizga yaxshi ota chiqmaydi degansiz. Sizdan boshqa mana shuncha yonimda 1000 ta odam bo'lsa ham, shu masalan sirlashadigan dugonangiz bo'ladi, aytadigan o'sha gaplar hammasi ajrash deganda, "Zачем тебе такой муж" degan. Hammasi aytgan. Bitta inson, который meni oldimga chiqib, "Sen to'xta, ajrashma, kerak emas bu narsa. Chunki uyingga ikkita non ko'tarib kelyaptimi, sen xursand bo'lgan. U erkak seni boqadigan erkak. Sen xato qilmagin. Sen seni ko'chaga chiqarib ishlatmayapti. Sen uyingda o'tiribsan, bolalaring boqib, senga ikkita non olib kelyaptimi? Sen xursand bo'lgin" degan gapingizga juda ham katta rahmat. O'sha narsa 3 ta bolam yetim bo'lib qolishidan asrab qolgan, to'g'risi. Bo'lmasa mana nima deydi, boshqa orzu nima bir yengil anaqalarga 3 ta bolam o'zim boqib 3 ta bolam o'zim boqib olaman. Bitta qornimiz bo'lsa to'yadi. Xudoga shukr uyimiz bor deb men o'sha paytda juda kalta o'ylagan ekanman. Mana oldimga chiqib, единственный человек siz meni to'xtatib qo'ygansiz o'sha ajrimni. Men sizga o'sha vaqtda siz ajrashish uchun ajrashaman deb o'zim ustimga ishlayman deb kelganingiz. Ajrashaman deganman o'sha payt. Birdaniga konsultatsiya olganman Sifroviy, eslasangiz. Keyin aytgansiz, "Yo'q" degansiz. Sizga ajrashish umuman mumkin emas degansiz. Umuman ham mumkin emas sizga ajrashish degansiz. O'sha gapingizga mana hozir xo'jayinimni qanchalik yaxshi hislatlarda borligini mana ko'rib turib, o'zini qilayotgan, biz uchun qilayotgan harakatlaridan, boshqasidan Xudoga shukr o'sha narsani angladim. O'sha narsani angladim. Bironta problemam bo'lsa, boshqa narsam bo'lsa, hal qilib beradilar birinchi o'rinda. Mana adasi bo'lmasa hayotdan shunaqa bo'lyapti desam, qo'y siqilma. Mana sizga обучениеga kelaman debman-da. O'shani tushuntirib kecha soat 2 gacha gaplashibmizda. Qarasam men u odamni yana boshqa yaxshi hislatlari ochilyapti. To'li meni ko'z qarashim o'zgargan o'sha narsalardan keyin. Siz men oldimga kelgan vaqtingizga, gapingizni bo'ling. Siz men oldimga kelgan vaqtingizga sizni fikringizda faqat ana shu atrofingizdagi insonni yomonlab tashlagan qarash bilan qarayotgandingizda, men sizga aytdimki, eringizni yaxshi hislatlarini nima qiling. Telefonda gaplashganda ham men sizga aytgandim, bilasizmi? Bo'lmasa ajrashib qo'ya qoling, ana bo'lsa, "Yo'q, menga mana 5 kilo go'sht olib kelib, o'zi ovqatlarni qilib berib, domo" deb aytdi. "Yo'q, lazi yaxshi ekan, chinanam erim" dedi sizga. O'sha momentdan siz eringizni boshqa tomondan ko'ra boshlagansiz. Chunki slux aytasiz-ku, eringiz qilgan ishda. O'sha tarafda mana har haftaga go'sht olib kelib, oldin ham olib kelardi, lekin men 3-4 kilo olib kelsa, ayol kishi baribir ham yetsin, ko'proqqa yetsin deb. "Yo'q, hozir maza qilaman. Sen dam ol, bolalardan charchading" deb har noshukr ayolligingizni bildingizmi? Juda bildim. Rahmat sizga. Hammasi sizga, siz aybdorligingiz. Men aybdorligimni bildim. Haqiqatan ham meni miyamdagi fikrlarim, qarashlarim yomon siz o'sha odam faqat yomon tarafini ko'rar ekansiz. Lekin tanganing ikkinchi tarafi, может, men yomondirman, может, меня что-то не так. Вот ichimni nima qilishni boshladim. Bergan praktikalaringizni qilishni boshladim. Qaysilarni yolg'on gapiryapsiz? Yoz deganlaringiz yozdim. Tan olish masalan. Oldin kimdir qo'shnilarim, dugonalarim telefon qilsa, mazza qilib o'tirib g'iybat qilardim-da, mazza qilib o'tirib. Hozir o'sha narsa yo'q, Laziza. Yo'q, umuman ko'zlarimga qarangman. Yo'q, umuman g'iybat. Даже boshlayotgan bo'lsa ham, deyman, o'shani o'rniga g'iybat qilmaydi. O'zimiz haqimizda gaplashaylik deyman. Birdimi dvoykalar haqida gapirsam, kommentariyasiga ketdi-da, "Biz men g'iybatchi emasman, men achchiqchi emasman" deb. U hammamizda qon tomirimizda bor. Dvoykalarda еще ko'proq bor. Men har doim shogirdlarim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, klientlar bo'ladimi, shuni aytib bersa, mana o'zginagina sostoyangizni aytib bersa, men faqat ayol kishini yomonlarsam, siz ajrashib olganda siz anavada deydi, lekin na samom деле unday emas. Yaxshi erkakni mahkam ushlash kerak, ko'chaga oshig'i yo'q. Oilam, balam, chaqam degan erkakni
bir degan dildirib ketadilar. ana shu gapingiz mani miyamga urdi haqiqatan ham. Qarasam bolalarga mehr beryapti. Kechasi bilan bolam yig'lasa, kichkinam tishi chiqib yig'lasa, kechasi bilan qarab chiqyapti. Keysan dedi, bola emizib, qornin to'g'izib, charchading, kelma olaman deb qarab chiqyapti. Ana shu hislatlaridan keyin men dedim, ey Xudojon, shunchalik noshukr ayolman, mana shuncha yildan beri turmush qurganimiz 2018-yil bo'lsa, 8 yil bo'lyapti. 8 yildan beri men shu odamni men o'zim yomon qilib kelayotgan ekanman deymanda. U yomon, bu yomon, qayna bunaqa, qaynatam bunaqa, yo'q, gap ularda emas, gap o'zimizda ekan. Birinchi bu sama-saboy o'zingiz bilan kelishib olishingiz kerak ekan. Xuddi siz aytgandaqa, birinchi o'zing bilan kelish, keyin o'sha boshqa ishlaringni hal qilgin. Haqiqatan ham odam o'zi bilan qachon kelishadi, menga shu narsa kerak, menga bu narsa kerak emas deb, ana o'shandagina hammasi papovishga ketar ekanda. Qalbda tinchlik bo'ladi-da. Juda ham tinchlik mana qilayotgan tasavvur qiling. Gapingizni yana ko'p bo'ldi. Hozir tasavvur qiling, agar mana shu sostoyaniyada balayt yig'lab tishi og'rib hamdoq bo'lgan sostoyaniyada bir o'ziz o'sha uyda. Ayol boshingiz bilan bir o'ziz tasavvur qiling. Yosh bola bilan. Necha yosh bolangiz? Endi 1,5 yashar bo'ldi-da. Undan keyin oldingisi 3 yashar,